Coca-Cola ishlab chiqarishda buni hech kimda siri yo'q. U yerga ozgina narkotik solingan. Mas'uliyatli yondashuv, ziyon berib qo'ymaylik birovga. O'zimizni bolalarimizga bermagan narsani birovga bermaylik. Pul topamiz deb. Men afsus, mana men oziq-ovqat sanoatida ishlayman. Bu yerda ham juda haligi faqat istak, niyat, pul topsam degan narsa. Bu odam sog'lig'iga qanday bo'ladi, nima bo'ladi degan fikrga O'ylanish yo'q. ko'p ham borilmaydi. Bir insonimizda, mijozimizni qalbidan qozonmoqchimizmi, cho'ntagida pulni shilmoqchimizmi? Masalanda, cho'ntagida pulni shilmoqchi bo'lsa, unda missiya yo'q. Shunday. Unda nima chora qilib bo'lsa ham ko'proq pul ishlash. Kechqurun hammasini yig'ishtirib shakar yeyuvchi biznesmen ko'p narsaga Yaramaydi. ko'p narsani orzu qilmasa ham bo'ladi. Siz kimdandir barakalla, mahsuloting yaxshi ekan, yaxshi xizmat degan gap puldan qimmat turadi. Hamma tadbirkor bo'lishi shart emas. 100 tadan bitta, 500 tadan bitta, 1000 tadan bitta tadbirkor bo'ladi. Tabiiy intellekt qolib ketdi-da, rivoj sun'iy intellekt bo'ldi. Assalomu alaykum, Valjon aka. Va alaykum assalom. Bugungi Assalomu alaykum. suhbatimizga xo'p deb labay deb kelganingiz uchun minnatdormiz. Katta rahmat. Bu suhbatlarda uyushtirishimizdan maqsad mana O'zbekiston tadbirkorligini rivojlanishida bir fikrlar, qanaqadir bir nima deydi, g'oyalar, qarashlar bo'yicha bir amaliyotchi, real hayotda bir natija ko'rsatgan va shunlarda, shu tadbirkorlarda muvaffaqiyat omillari, qarashlari, yondashuvlari bilan bir bo'lishaylik degan maqsadda uyushtirilyapti suhbatlarki, shu bizni kuzatayotgan auditoriyamiz, o'sha ishlab turgan tadbirkorlar, yosh tadbirkorlar ham o'zlariga mana bu sizga o'xshagan mana shu tadbirkorlarning tajribalaridan bir g'oyalar olsin, bir insight deyishadi hozir yangi shu shunaqa termin paydo bo'ldi. Endi g'oya, bir fikr, o'shani olib hayotlarida tatbiq qilsin. U birlamchi biznesda yoki shaxsiy hayotdan tatbiq qilib bir o'zgarish qilsin degan ma'noda tashkil qildik. Taklif uchun rahmat. Men mulohazalarim, fikrlarim bu sizga emas, masalan, bizni eshitib turgan auditoriyagagina taalluqli. Men sizga haligi fikr bildirish yoki bir narsa o'rgatish darajasidan yiroqman. O'shaning uchun menda sal haligi nimamiz bor. Chunki ustoz sifatida biz sizdan ko'p narsani o'rganganmiz. Bundan ham o'rganamiz degan umidimiz bor. O'shaning uchun meniki amaliyot sifatida, ya'ni amaliyotchi sifatida shu eshitgan o'gitlarimiz, eshitgan, ko'rgan kechinmalarimiz, bundan keyingi rejalarimizda shu suhbatlarning ahamiyati katta bo'lgan, bundan keyin ham katta bo'ladi degan umidimiz, orzuyimiz bor. Bir makondamiz, makon o'zgarayapti. O'zi har qanday voqea zamon va makonda hosil bo'ladi. O'shaning uchun men shu gapdan boshladim. Yangi O'zbekiston davri mutlaq ijobiy, mutlaq jamiyatning rivojida, shu jumladan biznesni, ya'ni ishlab chiqarishni, xizmat ko'rsatishni, endi men hozir o'z fikr mulohazalarimni faqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasi vakili bo'lganim uchun men o'sha sohada fikr yuritaman. Sohalar ko'p, ilmlar, bilimlar ko'p, hunarlar ko'p. Mana bizni sohamiz, bizni yo'nalishimiz biznes, ya'ni mahsul ishlab chiqarish bilan bog'liq, xizmat qilish bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish keskin rivojlanish davriga kirdik. Biz o'zimiz ham ko'rib turibmiz. Ko'chalarimiz mashinaga to'lib ketdi. Yangi bir ko'chaga Toshkent shahridami masalan yoki bir viloyatdagi bir tumanga borganingizda bitta ko'chaga bir 2 oy, 3 oy, yarim yil kirmasangiz, keyin o'sha joyga kirsangiz, bu qayerga kelib qoldim degan darajaga yetib qoldik. Tanimay qoladigan Shu darajada nimamiz, o'sish darajamiz yuqori. Buni biz o'zimiz ham sezib turibmiz. Va dunyo ham sezib turibdi. Ya'ni mamlakatda har yili 6,5-7% yalpi ishlab chiqarish mahsuloti o'sishi bu katta ko'rsatkich, dunyodagi yuqori ko'rsatkichlardan biri. Va shu 16-yildan beri yildan yil shu boryapti. Inshaalloh shu narsa bundan keyin ham davom etadi degan umidimiz, orzuyimiz bor. Bu degan so'z yana 5 yildan keyin biz
juda katta o'zgarishlar mamlakatiga aylanib qolamiz. Orqamizdagi yo'l, oho, mana bu yerda ekanmiz deb qolamiz. 10 yildan keyin esa mani taxminim biz hozir faraz ham qilolmaydigan darajada istiqbolli, kelajakli, baxtli, saodatli zamon kelish ehtimoli juda yuqori. O'zi tarixga qaraganimizda Turon davrida, na Turkiston davrida bu o'lkalarda bu darajada rivojlanish bo'lgan emas. Juda tarixga kiradigan rivojlanish bo'layapti. Shu zamon, shu makonda yashab, mana shu joyda katta bo'lib, shu yerda rivojlanayotgan yoshlar, baxtli, saodatli yoshlar, istiqbolli yoshlar, shu o'lkada yashaganligi, shu yerda tug'ilganligi o'zini o'zi baxt bo'lish ehtimoli ko'rinib qoldi. Biznes qilish, rivojlanish uchun juda mukammal zamin yaratilyapti. Ya'ni bir 5-10 yillikka kelajak qaraganda bir juda ham ijobiy bir prognoz bor-da sizda endi kelajakka qarashingiz haligi umid bag'ishlovchi, yanada bir katta bir nima shunday, xuddi shunday bo'lishini biz oldin ko'p ham ishonib-ishonmay orqaga qarab qanday bo'larkin, nima bo'larkin deb turardik. Hozir bizda o'zimizni biznes yuritishimiz ham, o'zimiz biznesimizni mamlakatda rivojida ham ko'nglimiz to'q bo'lib qoldi. O'sha bizni yoshlarimiz, biz faqat yoshlarimiz emas. Mana men biznes boshlaganimda 41 yosh edim. Boshqa formatsiyada yashaganman, boshqa formatsiyada o'qiganman. Yosh kattalar ham umid bilan, ishtiyoq bilan kelajakka qarab bismillah deb ishni boshlasa, albatta muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli juda baland. Kattalashib ketdi yana hozir. Juda baland. Kundan kunga, yildan yilga ko'payapti, bundan keyin ham ko'payadi. Bozor iqtisodida, ayniqsa hozirgi shu kundagi zamonda ko'p hollarda bozorni to'liq ochiqligi, ya'ni bozorda joy borligi yoki joy yo'qligi, yangi mahsulot bilan, yangi xizmat bilan kirib borish mumkinlik darajasi O'zbekistonda hali ham yuqori. Bundan keyin ham yana 5 yil, 10 yil yana bo'laveradi, borgan sari torayib, ya'ni mahsulot ishlab chiqaruvchi, xizmat qiluvchi ko'payaveradi. Ularning o'rtasidagi raqobat yana ham mukammallashtiriladi. Lekin mukammallashgan sari yana ham ishtiyoq yana ham ko'payaveradi degan bir umid bor. Chunki mana juda yuqori sifat rivojlangan mamlakatlar ham hozir ham o'sish surati 6-7% yiliga bo'lmasa ham, u joyda ham, shu kunda ham investitsiyaga bo'lgan, ishlab chiqarishni rivojlantirish, mahsulot ishlab chiqarishga bo'lgan ishtiyoq, talab hozir ham yuqori. Shunaqa startaplar ham biz esa ba'zamiz hali pastda, ba'zamizni ko'tarishimiz kerak. Ya'ni bozorda jamiyatni talabi bo'lgan xizmatga, jamiyat talabi bo'lgan mahsulotga hali yuqori. Avvalambor birinchi bu talab ham yildan yilga oshib boradi va demak ko'p mahsulot, ko'p xizmat qilish kerakligi ham rivojlanib boradi. Shu joyda o'shaning uchun men yoshlarga aytgan bo'lardim, muhit yaxshi, vaziyat yaxshi, resurslar yetarlik, moliya masalalari hal bo'lgan, yuritishdagi tartib-qoidalar ko'p hollarda hal bo'ldi. Ko'p hollarda. Masalan, standartlar bor, talablar bor, mahsulotga, xizmatga bo'lgan talablar. Uni hujjatga tushirishi, uni o'z mamlakat talabida bo'lishi yoki dunyo talabida bo'lishiga amalga oshirish uchun ko'p vaziyat ham, o'sha xat hujjat ham ahamiyatli, u ham yetib qoldi. Shunaqa davr bo'lardiki, birinchi 93-94-yilda biznes yuritishni istiyog'i bo'lgan bilan xat hujjat yo'q edi. Standart yo'q edi, ya'ni qay darajada nima qilishim kerak-ku, qanday qilishim kerak, qanday hujjatim borligi. U ham katta muammo edi, shu darajada bo'lardi. Men shunaqa nimalarni, voqealarni bilaman. Ishlab chiqarishmoqchi yoki xizmat qilmoqchi, lekin hujjat yo'q. Nima qilishini qog'ozga tushirishi iloji yo'q. Texnik shartlar, texnik shartlar bo'ladi, standartlar bo'ladi, litsenziya degan narsa bo'ladi. Ular kamayib borgan bilan, lekin ularni zarurati har doim bor. Chunki
mahsulotni ishlab chiqarish bilan bog'liq xizmat qilib bog'lish qandaydir bir chegaralik standartlarga bog'liq bo'lishi kerak. O'sha hujjatlar ham u masala ham asosan hal bo'ldi desangiz bo'ladi. Mana endi shu zamonlarga kirib keldik. Resurslar yetarlik, moliya masalasi hal bo'lgan, o'ng'ay emas, lekin hal bo'lgan. Makon masalasi, ya'ni joy masalasi ham hal bo'lgan. Ko'p hollarda faqat u mahsulot ishlab chiqarishni yoki nima xizmat qilishni amalga oshirishni birinchi nima qilishim kerak, nima vazifani bajarsam ekan degan savol turadi va keyin qolaversa shu ish muvaffaqiyatli, kelajakli, istiqbolli bo'lishi o'sha orzu qilingan, umid qilingan boshlagan biznesim yoki xizmat qilayotganim istiqbolli bo'lsin, kelajakli bo'lsin. Kompaniyam, masalan, kompaniya yaratsam katta bo'lsin, rivojlangan bo'lsin degan orzu, umid bor, birlamchi. O'shandan boshlash kerak. Ya'ni nima vazifa qilaman va nima qilib istiqbolga erishaman. Shunday haligi g'oya, o'sha birlamchi g'oya ahamiyatli. G'oya bor, resurs bor, moliya bor, hudud bor, ya'ni ishlab chiqarish uchun sharoit bor. Endi men bu joyda hozir faqat o'zi shaxsan tashkil qilganlar to'g'risida gapiryapman, lekin aslida bu holatni shu kompaniyani rahbari emas, lekin shu joyda yuqori sifatli mutaxassislikka ham targ'ib qilgan bo'lardi. Hamma tadbirkor bo'lishi shart emas. Hamma tadbirkor bo'lishi shart emas. 100 tadan bitta, 500 tadan bitta, 1000 tadan bitta tadbirkor bo'ladi. Dunyoda tadbirkorliklar hisob-kitobida, hali statistika bo'yicha o'rta hol tadbirkorda 42 kishi ishlar ekan. Ilmiy gaplar 42. Demak, 5000 ta bo'lishi ham mumkin, 10 mingta bo'lishi mumkin, 3 ta bo'lishi ham. O'rta holda 42. Ana shu 42 kishiga rahbarlik qilib, ana dunyo bo'yicha joylarda yuqori, past joylarda past mamlakatlarga qarab. Bu joyda o'sha biznesni birinchi tashkil qilishi o'zi shaxsan bo'lishi yoki u joyda yuqori sifatli mutaxassis bo'lishi va uchinchi, u ham juda dolzarb, u ham zarur yuqori sifatlik mutaxassis. Ya'ni u chilangar, o'qituvchi, chilangar, doktor masalanda. U o'qituvchi, u yuqori sifatlik santexnik, injener masalan. Santexnik, endi injener u menejer darajasida, santexnik. O'sha ishchilikni ham yuqori sifatligi. Mohir ustasi. Ana o'shalarga ham tatbiq qilib aytgan bo'lardim. Jamiyat kelajakda 5 yil, 10 yil, 20 yil davrida shu yuqori sifatlik ishchiga ham talab yuqori bo'lishini ko'rsatyapti. Santexnik ham, elektrik ham masalan, svarshik ham yoki bir operator ham yuqori talabga bo'lgan, yuqori talab demak, yuqori ish haqi, yuqori jamiyatda yuqori o'rinda turish ehtimoli ham baland. Demak, ishchini ham yuqori sifatligini gapiryapmiz, menejerlar, boshqaruvchini ham yuqori sifatli gapiryapmiz va boshqaruvchi, ya'ni biznesni tashkil etuvchi ham. Ular uchalovni ham ahamiyatlik, uchalovi ham ilg'or bo'ladi. Bir vaqt bitta gap bo'lardi. Agar hamma o'qimishli bo'lsa, podani kim boqadi? degan gap bo'lar. Dek, u gapni eshitgandan keyin, podani kim boqadi, haqiqati to'g'ri gap degan fikrga borardi. Aslida unday emas ekan. Hamma ishchilar ham o'ta yuqori sifatli malakali bo'lsa, o'sha podani boshqaruvchi cho'pon ham
malakali bo'lsa, dronni qo'yib qo'yadi-da, masalan. Texnologiyadan foydalanadi. Dronni qo'yib qo'yadi, dron aylanib yurib, qo'ylarni chapga, o'ngga, qayerda rasmini oladi, qayerda o't, ko'k o't bor ekan deb, dron o'sha yoqqa qarab, nimani, qo'y podani o'sha yoqqa qarab suradi. Aqlli ishlaydi ya'ni. Ha, ya'ni u hozirgi zamonda cho'pon ham aqlli, ilmli, bilimli bo'lgani yaxshi. Albatta. O'shanda bitta cho'pon 5 ta dron bilan 50 mingtalik qo'rani chapga, o'ngga suraveradi. Yoki bir nimaga, qo'tonga olib kirish kerak bo'lsa, bir joyga olib kirish bo'lsa, o'sha dronlar olib kirib beradi. Yoki qishloq xo'jalik suvchi deymizmi, yoki bir dehqon deymizmi? Ya'ni har narsa ilm bilan, mukammallik bilan qilinsa, boshqacha saviyaga, boshqacha samaraga olib keladi. Shunday bozordek keng joy, nima, resurslarni yetarligi, ish kuchini yetarligi, hamma narsa yig'ilib kelyapti-da, ijobiy vaziyat, ijobiy sharoitda biz. Yoshlarimizga men aytgan bo'lardimki, qo'rqmasdan, shiddat bilan, harakat bilan, intilish bilan, ishonch bilan bir ishni bismillah deb boshlayverish kerak. Biznesni o'zi umuman har qanday ish bajarishni yana bitta yo'llaridan bittasi bu tavakkal. Tavakkalchilik hamma narsani bila olmayman. Hamma narsani 100%ni istak, xohish. Endi istak, xohish to'g'risi yana chuqurroq gapirganimiz ma'qul deb o'ylayman. Sababini aytaman kechroq. Avvalambor har qanday bir ishga jazm qilgan, bir ishni boshini ushlagan, bir ilmni boshini ushlagan odam, inson yosh o'ziga o'zi qat'iyan talab qo'yish kerak. Men shu vazifani evlayman. Shu vazifani bajaraman. Men albatta shu o'ylagan maqsadimga, o'ylagan niyatimga erishaman degan qat'iy o'ziga o'zi buyruq berish kerak bo'ladi. Qat'iy holatda ahdga o'xshagan bir narsa ahd qilishi. Albatta men shu narsaga erishaman deyilsa, zamon shunday, makon shundayki, ana o'sha hozirgi zamonda o'sha erishmoqchi bo'lgan narsasiga erishish mumkin bo'lgan. Agar mustahkam niyat bilan, qat'iy niyat bilan, mustahkam qat'iylik. U nima uchun zarur? U qat'iylikni zaruri bu niyatlarni, istaklarni amalga oshirish jarayonida insonni avvalambor o'ziga, shaxsan o'ziga da to'siqliklar paydo bo'ladi. Sinovlar paydo bo'ladi, qanaqadir. Qiyinlik, men bu to'g'risida yana keyinroq o'taman. Qiyinlik paydo bo'ladi. Murakkablik paydo bo'ladi. Ana o'sha joyda o'sha berayotgan o'ziga bergan ahd, o'sha undan keyin hosil bo'ladigan shiddat, undan keyin hosil bo'ladigan o'sha qiyinchiliklarni yengib o'tish jihati ahamiyatli bo'ladi. Mana suhbatimizni davomida mana biz bildikki, sharoit bor, makon bor, zamon bor, g'oya ham bor. Ishni amalga oshirish jarayoni ketdi. Niyat qilib, g'oya bor, ilgari surish. Keyin shu joyda men statistikani olsamiz, 100 ta korxona ochilsa, o'shandan 10 tadan 100 tadan 10 tasi, 100 tadan 8 tasi, yoki 100 tadan 3 tasi, yoki 100 tadan 15 tasigina ishlab ketadi. Qolgani esa ishlamay qoladi. Muvaffaqiyatsizlikka uchlaydi. Real vaziyatda yuqori. Statistika shuni ko'rsatib turibdi. Statistika buni ko'rsatib turibdi. Bu bor gap. Endi o'shaning uchun nima uchun? Shunaqaki, o'sha men ish boshladim, men faoliyatim boshladim, men muvaffaqiyatli bo'laman deyildi-yu, yo'lda ketma-ket to'siqlar uchray boshladi. To'siqlar o'sha qilayotgan faoliyatni to'xtatishga yoki afsus qilishga, nadomat qilishga sabab bo'lib qolish ehtimoli baland.
nima uchun degan savol tug'iladi. U nimadan ekan degan savol bo'ladi. Man nazarimda hozir shu masala oldin ham aktual bo'lgan, lekin ko'p ham e'tibor berilmagan. Hozir juda aktual, bundan keyin ham juda aktual, juda faol bo'ladi. Insonni har qanday faoliyatini, insonni har qanday harakatini aniqlovchi bir o'lchov bor. Aniqlovchi organ bor insonda. Bu bosh miya. Bizni hamma harakatimizni, gapimizni, so'zimizni, qadamimizni, niyatimizni, istagimizni mutlaq bosh miyada paydo bo'ladi. Bosh miya uni amalga oshirish uchun o'sha boshqaruvchi bosh miya. Kompyuterimiz o'sha informatsiyani nima qiladigan. Bosh miya. Endi bizda bir xususiyat bor. Umuman insonda, masalan, insonni kuchlilik, masalan, u kuchli, baquvvat degan bo'lsa, uni tana tuzilishiga qarab, jismoniy harakatlarga qarab, bu baquvvat ekan, kuchli ekan deya olamiz. Ba'zan esa unga bo'ladigan haligi talab ham o'shanga yarasha bo'ladi. U ko'proq tosh ko'tara oladi, ko'proq narsani bajara oladi. O'lchov bor. Jismoniy kuchni o'lchovi bor. Ko'rinadi, inson ko'radi, o'shanga yarasha unga bo'lgan munosabatda kuchlilik, kuchsizlikni aniqlab oladi. Endi aqllilik yoki aqllik, kamroq aql yoki aqlsizlik o'lchovini bilib olish qiyin. Tashqaridan ko'rinmaydi endi bu narsa. Ko'rinmaydi-da, insonni bosh qismida joylashgan u aqllimikin, aqlsizmikin yoki insonni o'zi men aqllimikinman yoki aqlsizmikinman, bosh miyam qay darajada rivojlanganligini ko'rmaydi. Shu IQ testlar qanaqa? Bu IQ testga o'xshagan nima standart bir narsalar chiqarilganki, shular qaysidir ma'noda aks ettiradi, to'g'rimi bu testlar? Yo, u ham butunlay qamrab olmaydi biz aytgan endi masalani. Uni o'lchov darajasi ham aniqlangan bo'lsa kerak. Endi men ommaviy sharoitda, ommaviy vaziyatda aytyapman. Mana ishni boshladik, masalan, tadbirkorlar yoki bir mutaxassis bo'lmoqchi, yuqori sifatlik, masalan, u marketolog bo'lmoqchi. De bir joyga borganda bir ishni qiladi, keyin to'xtab qoladi. U yoqqa o'smay qoladi. Yoki yuqori sifatlik bo'la olmay qoladi. Yoki bir ish boshlaydi, ish yurishmay qoldi. Nima qilsam ekan, nima sababi ekan degan. O'shanda avvalambor unga ham bosh miya kerak. Ha, demak, men qanday ishni bir noto'g'ri qilayotgan ekanman, to'g'ri qilmayotgan ekanman, shunga meni bosh miyam faoliyatim sabab ekan degan narsaga borib olish ham u ham birlamchi. Shunday bizni bir vaziyat bo'lishi mumkin, yigit-qizlarimiz, yoshlarimiz shu narsa bosh miyamga bog'liq, aqlliroq, fikrliroq bo'lishim kerak deb bir o'ylab olay degan darajaga ham borish ham ahamiyatli. Ba'zilar shunga ham borolmaydigan vaziyat bor. Ya'ni shu narsaga e'tiborni qaratmaydi, shundan deb ko'rmaydi. Shu narsa endi bosh miya faoliyatini ham bir necha bo'lakka bo'lgan ma'qul bo'ladi. Birinchisi bilim olish. U biznes bo'lsin, rahbar bo'lsin, bilim olish. Baribir hamma bilim olish kerak. Bilim birlamchi. Maktabda bilimli bo'lish, oliy o'quv yurti bo'ladimi, bir joyda o'qish bo'ladimi, bilim birlamchi. Keyin endi shundayki, bilim oluvchi ham har doim ham bilimli ham har doim muvaffaqiyatli emas. Mana biz bilamizki, maktabda 5 ga o'qigan bola har doim ham kelajakda istiqbolli, muvaffaqiyatli bo'lmagan joylar ko'p. Yoki bir nechta oliy ta'lim maskanlari. Yoki bir nechta haligi diplomi bor degan bizda ibora ishlatib bitirgan, lekin muvaffaqiyatga erisha olmayotgan joyi bor. Lekin u degan so'z bilim olmaslik kerak emas. Ham 5 ga masalan oliy bilimga ega bo'lishingiz zarur. Endi xo'p, bilimga egasiz. Bir biznes yuritish yo'llarini bilasiz. Bu yoqda
biznesda qiladigan ishlarni bilasiz yoki qilishingiz mumkin bo'lgan, ya'ni oxirgi natijani bilasiz. Mana bu narsaga erishishim kerak. Lekin u narsa amalga oshmay qoladi. Nima ekan? Qayerda ekan? Bosh miya faoliyatida bosh miyaga bilim kirdi. Bilim kirdi. Bosh miyada yana bir boshqa ma'lumotlar kirdi. Ana shu joyda bosh miya qayta ishlab o'sha ma'lumotlarni, o'sha bosh qayta ishlab o'sha optimal qaror chiqarishni bosh miya ishlab beradi. Buni funksiyasi shu. Funksiyasi bilim olish ham o'sha funksiyada, lekin o'sha qayta ishlovchi, ya'ni idrok. Idrok deymiz. Idrok. Ya'ni bilimingiz bo'lsa-da, uni tatbiq qilishni tushuna olmasangiz yoki bila olmangiz, bosh miya o'sha narsani ishlov bermay qolsa, har qanday narsa bo'sh joycha bo'lib qoladi. Ya'ni men agar to'g'ri tushungan bo'lsam, masalan shu bilimga ega bo'lgan, o'sha maktabda ham 5 baholarga o'qigan, a'lo baholarga, bir nechta diplomlarga ega bo'lgan odamlar shu bilimni idrokka aylantira olmaganligi uchun, ya'ni masalan bilimni yig'ishga yiqqan, lekin uni to'g'ri qayta ishlab, uni to'g'ri qarorlar chiqarish qismida buni to'g'ri bir fokusni qaratmaganligi uchun ko'p holatda shular muvaffaqiyatli bo'la olmaydi hayotda degan. Xuddi shunday. Qildimi? Shunday. Bu muvaffaqiyatsizlikni masalan faqat biznesda emas, boshqa hayotda ham ko'rish misollari ko'p. Masalan, maktab davrida, 1-2, 3-sinf davrida yaxshi o'qimaydigan bola bor, yaxshi o'qiydigan bola bor. Yaxshi o'qimaydigan bolani yaxshi o'qiydiganga yoki kitob o'qimaydigan bolani kitob o'qiydigan bola darajasiga chiqarib olish juda katta mushkul muammo. Urasizmi, so'kasizmi, baqirasizmi, chaqirasizmi, yo yaxshi gapirasizmi, u bola o'sha 2 bo'lgan yoki 3 bo'lgan shu joyida qolaveradi, qotib qoladi. Chunki qotib qoladi. Uni mana bu rivojlangan bola unga kitob o'qib, unga dars qil deyish zarurati ham yo'q. U o'zida ishtiyoq bor. O'zi uyga boradi-yu, darrov darsimni o'qib olay yoki mana bu kitob o'qib olay, mana buni o'rganib olay deydi. Bu yana bitta misol. Kimdir adabiy kitob yoki man kitob o'qishga bo'lgan munosabati juda yaxshi, kam holatda, lekin kimdir umuman ursang ham, so'ksang ham kitob o'qimaydi. Kimdir bu masala geografik joylarga ham joylash nimasi bor, ahamiyati bor. Masalan, ekvatorga yaqin xalqlarda bilimli, ilmli darajasi pastroq. Sovuq o'lkalar shimolda, sovuq o'lkalar pastda bo'lganda bilim darajasi yuqoriroq. U yerda ham bular hammasi bosh miyani, ya'ni bosh miyani qayta ishlovchi o'sha idroklilik darajasini rivojlangan yoki rivojlanmaganligini sababi deb o'ylayman. Endi bu mani gaplarim masalan hayotiy kechinmalar 10% bo'lgan bo'lsa, 90% bu ilmiy gaplarni gapiryapman. Izlanishlar natijasi, nazariyani. Ilm bilan bosh miya faoliyatini mutaxassislarni nimasini fikrini bildiryapman. Men shaxsiy kechinmam emas bular. O'zi bosh miyani tushunib olish, bosh miyani ishlashini eng chuqur joygacha hali kirilgan emas. Shunaqa. Hali ham sirda endi ko'p narsa. Bosh miya shu darajada mukammal kompyuterki, shu darajada mukammal, xuddi shu bosh miyani faoliyatini tashkil qilish uchun agar kompyuter yasalsa, u 10 etajli bino, ichida 100,000 kilovat katta miqdorda, katta kuch elektr energiyasi kerak bo'lgan juda katta bosh miyaga teng bo'ladi. Bizni bosh miyamiz shu darajada kichkina bosh miyamiz o'sha katta nimani vazifasini quvvatiga ega. Mana shu darajada yaratilgan
bu hayron qoladigan darajada mukammal nima bu haligi Organda ha, ikkalasi. organ bu insonni tanasi sun'iy intellekt Sun'iy. deyapmiz. Sun'iy intellektga juda katta e'tibor berilyapti. Sun'iy intellekt juda tez rivojlanib ketyapti. Insonda bor intellekt, Tabiiy intellekt. tabiiy intellekt. Tabiiy intellektni kimlardir bir ozgina bir qismini egallayapti. Qolgan vaqtda tabiiy intellekt egallanamayapti. Tabiiy intellekt qolib ketdi-da, rivoj sun'iy intellekt bo'ldi. Mana shu xavflimi, Valijon aka, nima deb o'ylaysiz? Mana Endi xavfli ham, xavfsiz ham. Man nazarimda sun'iy intellektni ko'ngli, dili yo'q, emotsiyasi yo'q uning. hissi yo'q. Bu degani U hisga bog'liq bo'lgan qandaydir funksiyalarni ham kirg'izish iloji bo'lsa kerak deyman. Nima bo'lsa ham u ko'ngli, dili bo'lmaydi-da. U insonni, men shaxsiy fikrlarim, insonni bosh eng zarur bo'lgan xususiyati, ya'ni his tuyg'usi, mehri, muhabbati degan his tuyg'ular birlamchiligi yana ham sezib qolyapmiz man nazarimda. O'sha ahamiyatlik dunyo ham sezayaptiki, insoniy munosabat, mehr, muhabbat u birlamchi. Hali biznesdan ham birlamchi bo'lib. birlamchi bo'lib qolyapti. O'shani sezib qolyapmiz. Biz undan sal iroqlashib ketdik. Biz ko'proq moddiy boylikka, moddiylikka zaruratni sezib qoldik-ku, lekin ma'naviy, ya'ni insonni baxtli qiluvchi, ko'nglini, dilini dilkash, o'zini baxtliroq qiluvchi o'lchovdan uzoqlashib ketayotgandek. Endi men dunyo miqyosida gapiryapman. Ya'ni sun'iy intellektda ma'naviyat yo'q, oddiy qilib aytsak. Yo'q, shunday. Sun'iy intellektda ma'naviy yo'q. Inson uchun zarur bo'lgan his tuyg'u yo'q. Endi mana biz o'sha e'tibor beryapmiz, lekin o'sha biz insonni o'zida bor bo'lgan tabiiy intellektga e'tiborimiz kamroq. Ba'zi hollarda shu narsa borligi, shu narsani rivoji, shu narsa ahamiyatligini ko'p hollarda ko'pchilik bilmay ham o'tib ketganlar ko'p. Aqling bormi? Boshing ishlaydimi, ishlamaydimi degan darajaga boramiz-u, lekin chuqurroq o'tmaymiz. Endi xo'p, ana bizga nimalar, vaziyat, zamon, makon bizga intellektimiz yoki haligi idrokimiz ko'proq, kamroq bo'lib qolibdi. U qisman Alloh bergan, tabiat bergan xususiyat ham, qisman u tashqaridan oladigan xususiyat ham. Endi u o'zi idrok qayerdayu nima qilsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladiki, o'sha idrokliroq, ya'ni aqlliroq, mukammalroq, ya'ni biznes yuritishimdagi yo'limni ko'rsatadigan, hayotda yo'limni ko'rsatadigan degan bo'lishi, kitob o'qish o'qib ketadigan, 2dan 5 yaratadigan yoki shimoliy xalqlarga o'rtab ekvatorda yashovchilarni yana ham aqlli qiladigan yo'li bormikin degan savol. Eng kerakligi o'shada. Hozir uzoqdan kelyapmiz, lekin maqsad yana ham aqlliroq, yana ham fikrliroq bo'lib olish, o'shanga erishish kerak degan so'zga boryapmiz. Ya'ni muvaffaqiyatga borishlik. Muvaffaqiyatga borishni uzoqdan keldik. Mana nima uchun, nima sabab? Endi demak, biz aniqladikki, bosh miya faoliyati, ya'ni idrokli bo'lgan insonda muvaffaqiyatli bo'ladi degan nimaga bordik. Siz inson, muvaffaqiyatli inson har qanday nimani, vazifani bosh miyani mukammalligi evaziga hal qila oladi. Endi xo'sh, u o'zi miya faoliyatida idrokli qilish uchun yo'li bormikin? Qanday qilsa aqlliroq bo'lar ekanman degan. Ha, yo'li bor. Bosh miya, biz bilamiz, bu suyuqlikdan iborat. Bosh miya bu potensiali taxminan 5%, 4%, 6% ishlatiladigan organ.
Hımm. Bosh miyani harakatlantirilsa, bosh miyani ko'proq majburlansa, Hımm. u sekin-asta bosh miya faoliyati yaxshilanib boraveradi. Ya'ni badan tarbiyaga o'xshagan miya tarbiyasi haqida Ha, gapirdi endi. ha, bor narsa u. Mhm. Uning uchun birlamchi Alloh bergan idrok. O'zi Hımm. tug'ma bo'lish ehtimoli baland. Mhm. Mana bizda eslasangiz Mhm. ulug'lar, Hımm. em, mukammallar, Ulamolar. juda katta ulamolar, ijodkorlarni Hımm. yo'q joyda paydo bo'lishi. Hımm. Muhammad Yusuf paydo bo'lishi masalan endi. Hımm. Yoki Erkin Vohidov paydo. Hımm. Yoki masalan eski zamonlarda masalan bobolarimizda juda ko'plarni sanasa bo'ladi. Hımm. Alisher Navoiy deymizmi, Bobur deymizmi, yoki Beruniy deymizmi. Ulug' ota bobolarimiz. Ulug'lar. Mhm. Ularni ham bizdan boshqalardan farqi bosh miyada-da. Hımm. O'sha qo'l, o'sha oyoq, o'sha ko'z, o'sha burun, o'sha soch, hamma narsa birga bir. Qon bosimi masalan o'sha vaqtda ham 1000 yil avval ham 110 ga 80 bo'lgan bo'lsa norma, hozir ham o'sha narsa bundan keyin million yildan keyin ham shunaqa bo'lib qolsa kerak. Yoki sal-pal o'zgarsa kerak. Mhm. O'sha narsa bitta narsa. Ulug'ni ulug' emasdan farqi nimada? Farqi bosh miya faoliyatida va farqi idrokda. Hımm. Endi xo'sh, shunaqa ekan, issiq o'lkada yashaymiz. Tabiiy moyillik kamroq. Biz masalan biz issiq o'lkada yashaymiz. Issiq o'lka degan so'z demak bizda suyuqlik kamroq degan so'z. Biz aytdikki, bosh miya bu suyuqlik bilan iborat suyuq modda. Qancha suyuq bo'lsa shuncha yaxshi. Sabab u yerdagi jarayonlar impuls, elektr impuls orqali amalga oshiriladi. Ya'ni biz bilamizki, elektrni harakati uchun suyuqlik yaxshi o'tkazgich hisoblanadi. Birinchi, demak bosh miyada har doim yetarli darajada suyuqlik bo'lishi kerak. U nima degan so'z? U degan so'z inson ko'p hollarda yetarli miqdorda suv ichish kerak degan so'z. Oddiy hol. Janubni digi yashuv, ya'ni issiq o'lkada yashovchini tez terilib ketadi-da. Tez terilib ketadi, deb tanada, bosh miyada nimani suv miqdori kamayadi. Suvsizlanadi. Suv miqdori kamagandan keyin elektronlarni o'zaro impulslarni bosh miyada o'tish jarayoni qiyinlashadi-da, u ko'proq mukammal narsani o'rgana olmaydi. Ana o'sha sabab issiq o'lkalardagi muammo. Birinchisi qiziq tuyular, hayron bo'lar, bor. Aqlli bo'lishim uchun nima qilishim kerak ekan deganda, fikrli bo'lishim, ya'ni biznes yurishimni nima qilish kerak bo'lsa, birinchisi eng boshi haligi istak, niyatni aytdim. Qolaversa suv ichish kerak, oddiy suv. Ya'ni tanada yetarli miqdorda suv bo'lishi kerak. Ikkinchisi, bosh miya neyronlarini ishlashi xuddi muskulli ishlashi bilan o'xshash narsa. Qancha ko'p muskulingiz katta bo'lsin desangiz, siz mashq qilasiz. Tosh ko'tarasiz, egilasiz, bukilasiz, har holda nimani jismoniy katta qilasiz. Aqlni ham katta qilish yo'li, u ham ishlab turish kerak, harakatda bo'lish kerak. Ya'ni aqliy mehnat bilan shug'ullanish kerak. Mashq bilan shug'ullanish kerak. Mashq. Ba'zi millatlar o'z o'g'il qizlarini 5 yosh, 6 yoshda birinchi bo'lib muzikaga beradi. Muzikaga beradi. Misol uchun aytyapman. Endi xo'p, nima uchun? Nima bo'ladi ekan u yerda? Undan 10tasidan 19tasi muzikachi bo'lmaydi, lekin muzikaga boradi. Nima bo'lar ekan? U yerda bola bosh miya notaga qaraydi. Notaga qaraydi-da, nota boshga komanda beradi. Ya'ni shu joyda shu klavishani bosishing kerak degan. Murakkab jarayon-da u. Hamma ham qilavermaydi. Notaga qarab, anta do re mi fa sol uni bossam chiqadi, uni demak bosh miya qabul qiladi, uni bosh miyani qo'lga chiqadi, keyin u yerdan muzika chiqadi yoki shu skripkadir, fortepianodir yoki rubobdir.
Masalan, muzika asbobi, muzika misollardan keltiryapman. U inson bosh miyasini yanayam Mashq qilishni rivojlantirish kerak. boshlaydi. Endi nima uchun mashq kerak? Neyronlarni birini ikkinchisiga, ikkinchisini uchinchisiga bog'lash kerak. Ulash kerak-da. Ulanish kerak. O'sha ulanganda yo'l ochiq bo'lishi kerak. O'ng qo'l tepaga borib kelganda, chap qo'l ham tepaga pastga borib keladi. O'ng qo'l bunday borib kelib, chap qo'li bunday yurishni bajarish ehtimoli qiyin. Bunday qo'lingizni aylantirsangiz, o'ng qo'lingizni aylantirsangiz, chap qo'lingiz ham shunday aylanadi. O'zi aslida mukammal bo'lsa, o'ng qo'l bunday aylanishi kerak edi, chap qo'l bu harakatga qiladi. Birga bog'lanmagan holda ya'ni u ham bosh miya faoliyatiga bog'liq, bosh miya o'ni bilan chapi bir-biriga bog'lanmaydi degan so'z. O'shaning uchun o'ng qo'lda yozuvchi bilan bir vaqt o'zida chap qo'lda yoza olmaydi. Ulanmagan. Ana o'shani masalan ulash zaruriyati bor. Ya'ni bosh miyadagi neyronlarni ishlatib yuborish kerak. 2 yil avval prezidentimiz shu to'g'risida gapirdilar. Hamma nimalarda maktablarda bolalarimiz, o'g'il-qizlarimiz muzika asbobini chalishni bilish kerak deyildi, lekin shu masala men nazarimda sal-pal e'tiborsizlik qoldi-yu, agar shu bo'lganda biz ko'p narsaga erishgan bo'lardik. Balkim hali u narsa amalga oshirar. Keyingi mana biz suv ichish kerak deyapmiz. Bosh miyani rivojlantirish uchun harakatlarni amalga oshiryapmiz. Keyin xo'p, ana o'qimaydigan bolani o'qiydigan qilib olish uchun nima qilish kerak? Yoki 2 o'qiydigan bolani 5 qilib olish uchun nima qilish kerak? Kitob o'qimasdan, kitobdan boshlaylik. 1-chi, 2-chi, 3-chi joyda ota, ona, buvi, o'qituvchi kimdir bolaga o'sha kitobni o'zi o'qib berish kerak. O'zi o'qib berish kerak. O'zi o'qib berdimi, bolada kitobda shunaqa ma'lumot bor ekan, o'sha yerda qiziq narsa ekan, o'sha 5 minut, 10 minut novellami bir hikoyachi bo'ladi, o'sha yerda bir ma'no bor ekan, bu qiziq ekan degan his-tuyg'u hosil bo'ladi. O'zi o'qib berish kerak. Keyin ikkinchi vaziyatda u bolani o'ziniga etish kerak. O'g'lim, qizim, yoki sen o'qib mana buni o'tir. Yoki yigit bo'lsa, o'tirib oldin 5 minut, keyin 10 minut, keyin 15 minut, keyin 20 minut, keyin 30 minut, keyin 50 minut. Sekin-asta o'sha bosh miyani bitta masalaga qaratib yoki bitta kitobga qaratib, kitobdan chapga o'ngga ketmasdan, fikri bo'linmasdan faqat kitobni o'qib, o'shani bosh miyaga qabul qilish darajasi yoki matematik hisob bo'lsa, arifmetik. 5 minut, 10 minut, 15 minut davrida bolani majburlash darajasida ham bo'lish kerak. Qaysidir davrida balki shunaqa. Qaysidir davrida majburlash davriga o'tish kerak. Shunda bosh miya faoliyati, ya'ni neyronlarning ishlashi sekin-asta murakablashaveradi, uni amalga oshishi o'ng'ay bo'ladi. Keyin bola 10 minut o'tira oladigan bo'ladi. Keyin 15 minut o'tira oladigan bo'ladi. Keyin 20 minut. Keyin qarabsizki, o'zi siz aytmasangiz ham kitobni olib, o'zi o'qib ketadigan bo'ladi. Yaxshi ko'rmay qoladi ba'zan. Yaxshi ekan, mana bitta ma'no bor ekan deydi. O'shaning uchun kitob o'qib yurgan odam kitob o'qishdan to'xtamaydi. O'zi bosh miya faoliyatini shundayki, u hech vaqt to'xtab qolmasligi kerak. Masalan, inson yosh katta bo'ldi, nafaqaga chiqdi, bosh miyada har doim talab bor edi, lekin unda talab bo'lmay qoldi. U odam shaxmatchi bo'ladi. Ya'ni nima bilandir shug'ullanadi. Qo'liga oldin bo'lardi, hozir ham bo'lsa kerak, shaxmatni oladi, ko'chama-ko'cha, mahalla, choyxona shaxmat bilan yuradi. Keyin o'ynaylik. Nima kerak? U bosh miyasi ishlash kerak. Bosh miya faoliyat ko'rish, agar u ishlamasa, u boshi og'rib qoladi uni. Talab qiladi. O'shaning uchun buxgalter bo'ladigan bo'lishi mumkin bolalar boshqacharoq tipi bo'ladi. Hozir shundan kelib chiqib, masalan, biz agar bunday bir suhbatimizni mantiqan bog'lab kelsak, aytildiki, misol avvalambor muvaffaqiyatli bo'lish uchun faqat tadbirkor bo'lish shart emas deyildi.
bir menejment mutaxassisi bo'lishi mumkin, bir hunar egasi bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lsa ham aql bilan yondashish kerak, muvaffaqiyatli bo'lishligi uchun. Va aql bilan yondashishlikda endi miyani rolini gapirib o'tdingiz va bu miyani rolini faqat ma'lumotni qabul qilishdan tashqari, buni idrok qilib, buni amalga oshirishlik holati ham bor deyildi va buning uchun o'sha mustahkam niyat qilib, tavakkalchilikka ham nima bu berib, o'sha miyani ishlatgan holatda kirish kerak deb, keyin o'sha miyani ishlatishlikni nimasini gapirdingiz endi haligi Shunday. holati ichida misol bu ham bir suyuq bir organ, ko'p suyuqlik talab qiladi, mashq talab qiladi. O'sha neyronlar hosil qilish uchun, elektr impulslar oson o'tishligi uchun va neyron bog'lanmalar hosil qilishligi uchun bu mashqlar talab qiladi va shuni nimani bolalarimizni shuni ko'ndira olsak, shunga moslashib o'rgata olsak, bular kelajakda aqlli, idrokli jamiyatimiz a'zolari bo'ladi degan nimaga olib keldik-da, to'g'rimi? Mana shu bugungi nimamiz ham. Shunday. Mhm. Ko'p narsaga bog'liq. Endi bir Mhm. tarafida haligi moliya deymiz, Mhm. bozordagi vaziyat deymiz. Lekin shulardan ichida eng keraklardan, zarurlardan bitta busiz bo'lmaydigan Yo'q. shu insonni bosh miya faoliyatini mukammalligi, ya'ni idroklilik darajasi mukammalligi, ya'ni bosh miyani qayta ishlab bor ma'lumotni, har tarafdan ma'lumot keladi-da boshqa. Shularni qayta ishlab eng maqbul, eng mukammal qaror qabul qilish uchun bosh miya faoliyati mukammal bo'lishi kerak. Bu yerga sport ham kiradi. Endi buni yo'llari ko'p. Ko'p. Masalan, sport ham turi ko'p. Tennis, stol tennisi o'ynasangiz, biz shu bilan shug'ullanamiz. Men shug'ullanaman, kompaniyamiz ham shug'ullanadi. Bir sekund davomida sizga qarab koptok keladi. O'sha vaqtda koptokni kelayotganini soyasidan ko'rib, harakatdan ko'rib, aylanayotgandan ko'rib, siz bosh miya qabul qiladi, bosh miya qo'lga buyruq beradi, qo'lingiz bilan bir harakatni amalga oshirish kerak bo'ladi. Bir yo'qi bir sekund. Juda tez vaqt ichida. Juda tez vaqtda qaror qabul qilish kerak. Bu esa o'sha birlamchi o'ynaganda, tennisni o'ynashda murakkablik joyi yo'q. Agar u bir joyga kelib, bir joydan tushib yursa, bitta harakatni qilaversangiz qiyin emas. Birdaniga chapga kelib qoladi, birdaniga o'q kelib qoladi, birdan baland keladi, birdan past, birdan sekin, birdan tez. Ya'ni har bitta holatga sekundni bo'laklari darajasida, ya'ni qarshi nima berish kerak, fikr berish kerak. U ham bosh miyani juda yaxshi charxlaydi. Xo'p, mana shu gapingizdan hozir men nimani tushundimki, endi masalan aytyapsizki, sizlarning o'zingiz shaxsiy hayotingizda ham bu masalan ham aql bilan ishlash, bunisi jismoniy mana sport bilan ham buni ishlatishlik, mana shu reaksiyani, nimani tezlikda, tez qaror berishda, shuni charxlashda nimalar shug'ullanyapsizlar va mana shu deganda demak, jamoa qurishingizda ham, mana shu jamoada ham baribir biznesda idroklik, aqllik, shunaqa jamoa bo'lishi kerak-da. Mana shuni qanaqa yondashuv qilasizlar? Aka, misol jamoa shakllantirishda, olishda shunga qaratiladimi yo olib keyin rivojlantirishga harakat qilinadimi? Farzandlarni tushundik. Endi farzandlar hali kichkina, bular bilan ishlashimiz kerak, lekin biz ishxonaga kelgan odamlarni ko'pi endi 20 yoshdan buyoqqa keladi endi. Mana endi real vaziyatga kelyapmiz. Uzoqdan keldik. Juda yaxshi ibora paydo bo'ldi. Juda yaxshi, istiqbolli, biz uchun ahamiyatli bu kreativ tadbirkorlik, kreativ fikrlash. Kreativ degan so'zi nima degan so'z? Bir masalani yechishda, bir ishni amalga oshirishda, bir gapni gapirishda, bir faollik ko'rsatishda insonni javobi, harakati, intilishi shu vaqtgacha yo'lga qo'yilgan, shu vaqtgacha yo'lda bo'lgan yo'l emas, qandaydir bir yangi yo'ldan borish. Noodatiy yo'l. Noodatiy yo'l bilan borish. Kreativlik. Uning uchun siz bosh miyangiz mukammal bo'lishi kerak edi. Bor sharoitdan, bor vaziyatda standart bo'lgan harakatlar bor, izlar bor. U yo'ldan emas, yangi yo'ldan kreativ fikrlab, ya'ni standart bo'lmagan harakat qilish. Nimadan iborat? Masalan, siz bir xizmat qilmoqchisiz yoki bir mahsulot ishlab chiqarmoqchisiz. Mahsulot ishlab chiqarmoqchisiz, masalan,
u bir masalan, paypoq deylik, Mhm. masalan. Misol. Misol uchun, shu paypoqni paypoq-da. Mhm. Uni Xitoy ham ishlab chiqaradi, uni nimayam Turkiya ham ishlab chiqaradi, uni Janub ham, Shimol ham ishlab chiqaradi. Xuddi o'sha narsani yana siz ham ishlab chiqarsangiz, muvaffaqiyat bo'lishingiz qiyin. Mhm. Endi ana nima qilish kerak? Ana o'sha paypoqqa bir yangilik berish kerak. Mhm. Hech kim qilmagan ish, hech kim bajarmagan. Insonni talabi nimaga bo'lishi mumkin deb. Biz mutlaq kreativ kompaniya deb hisoblaymiz o'zimizni. Misol uchun biz faqat hech kim qilmagan, hech kim ishlab chiqarilmagan mahsulot ishlab chiqaramiz. Ya'ni innovator kompaniya desa bo'ladi-da Ha, sizlarda. u innovatsiya u yerda haligi bosh miya faoliyatida kreativlik. Ya'ni hamma qatori o'ylamagan, hamma fikr qilmagan. Paypoqni hamma qilgan paypoqni biz hozir O'zbekiston sharoitida endi boshlaganimiz, u 100 yildan bir paypoq ishlab chiqaruvchiga yetib olaman deyish uchun u to'g'ri bo'lmaydi. Betonni bosh bilan sindiraman degandek gap. Yangilik qilish qiyin. Yangilik. Yangilik hech kim qilmagan, hech kim bajarmagan, hech kim amalga oshmagan. U kreativlik qarorda, fikrda, amalda. Bir stolni, mana shu stolni ko'chaning nari betiga o'tkazib olishda ham har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Kimdir ko'tarib o'tkazishi mumkin. Kimdir bu dumaloq bo'lsa shundan foydalanib, uni aylantirib dumaloq olib ketishi mumkin. Agar u shar bo'lsa shardan foydalanish mumkin. Ya'ni har qanday qarorni hech kim qilmagan o'ng'ay, yengil, mukammallikka harakat qilish kerak. Bozorda ham hozir biz bozorga chiqyapmiz. Bozor to'layapti. Dunyo bozori to'lib bo'lgan, juda ham mahsulotlar ko'p. Ana o'shalarda mukammalroq qilishimiz kerak. O'shalarda farqli qilish uchun, demak, o'qimagan, u bajarmagan ishni bajarish kerak. Ana o'sha yerda bosh miya faoliyati, ana o'sha yerda kreativlik juda ahamiyatli bo'ladi. Ki mana bu ham bor ekan, bu ekan, bu bor ekan, bu ekan, bu yo'q ekan. Mana mashina qilay deb o'z xaridorini, o'z nuqtasini topib olsa bo'ladi. Ana o'sha biz bosh miya faoliyatini mukammalligi, bosh miya faoliyatini kreativ fikrlash, ana o'sha natijasi ana o'sha yerda beradi. Endi biz biznesda yana boshqa ahamiyatli narsalar bor. Siz o'rgatgan bizda o'sha qadriyat. Yana men bir narsa to'g'risida bir gapirganim to'g'ri bo'lar deb o'ylayman. Biz ayniqsa biz mahalliy biz ilmimiz, bilimimizda boy bo'lish, boylikka ega bo'lish, mulkka ega bo'lish bu ayniqsa biz taraf yoshimizda bu bir aybdorlik, ayblik. Salbiy qaratilganda. Bu salbiy. Boyni o'zi esa bu ziqna, qizg'anchiq, faqat o'zini o'ylaydigan, jamiyatga umuman foydasi tegmaydigan, zararli qiladigan bir salbiy obraz yaratilgan. Endi bu sovet paytining obrazlari xuddi shunday. Xususiy mulk egasi deyilganda 30 bundan 100 yil avval, 100 yil, salkam 100 yil avval xususiy mulk egasi, yer egasi hammasi mulkka olindi, o'zi surgun qilindi. Xususiy mulkka bo'lgan munosabat ham salbiy bo'ldi va shu jumladan bu xususiy mulk yurituvchi, u ish yurituvchi ham salbiy tamg'asini olindi. Salbiy obraz yaratildi. Endi men shu ishni boshlaganimda bir xavotir bor edi. Chapga o'rib qarardim, unga qarardim, insonlarning munosabati. Keyin men shu bir narsani mutlaq sezib qoldimki, men o'zim to'g'risida gapira olmayman. Ko'pchilik yuqori sifatlik, yuqori biznesmenlar bilan shaxsan tanishman, muloqotdaman. Bu yerda o'sha insoniylik, mukammal bo'lish, insonni o'ylash, insonlar to'g'risida fikrlash, o'zi ijobiy bo'lish, qilayotgan faoliyati,
insonlarga berayotgan xizmati u birlamchi man ko'p pul topiy emas. Shularga shuni ko'nglini olay, shuni dilni yaratay, shunga foydam tegsin deb. Ya'ni ijobiy fikrlovchini muvaffaqiyatli bo'lar ekan. Ya'ni mana shu narsa, o'sha biz missiya deymiz, xizmat. Shunga fokus qaratishda muvaffaqiyatli ehtimoli shunday. oshadi. Jamiyat ham bu kompaniyani, firmani, brendni o'sha ijobiy tarafi bo'lgandagina qabul qiladi. Ya'ni qalbiga oladi shu narsani. Qalbiga oladi. O'shanga bo'lgan munosabati ijobiy bo'ladi. Demak, unga bo'lgan munosabati ijobiy bo'lgandan keyin uni masalan xarid qilish ehtimoli ham yana ham balandlashadi. Va tavsiya ham qiladi tavsiya ham qiladi. Ya'ni bu yerda insoniylik har bir yo'nalishda, ishlab chiqarish yo'nalishdami, hamkorlar bilan bo'ladimi, jamiyatda bo'ladimi, hamma joyda o'sha mukammallik, o'sha mukammal insoniylik, odamiylik birlamchi bo'lish sharti mutlaq ekan. Ya'ni siz buni o'zingiz shaxsiy mana tajribangizda ham yashab o'tdingiz va atrofingizdagi o'sha yetakchi o'shaning uchun men biznesmenlarda ham bor shu narsa. Yoshlarimizga, yangi ish boshlaganimizga yaxshi istak, yaxshi niyatni birlamchi qilib qo'ying. Sizni yoningizda bo'layotgan, agar u tashkilotchi bo'lsa, siz yoningizda sizga kelgan, siz bilan ishlovchilar ham sizda u insonda qay darajada iqtisodiy, ma'naviy va iqtisodiy zarurat bo'lsa, o'sha ishga yollanganni ham xuddi shunday mutlaq uni ham iqtisodiy va ma'naviy zaruriyati bor. Ana o'sha zaruriyatni sezib turish ham ahamiyatli. Endi o'sha insoniy bilan bog'liq degan narsa o'sha insoniylik bilan. Ya'ni yaxshilik, yaxshi amal, yaxshi so'z, yaxshi niyat, yaxshi istak ham biznesni, ya'ni ishlab chiqarishni, biznesni yonida yurishi shart ekan. Boshqa yo'li yo'q. U albatta bir vaqt keladida u biznes, u boshlangan ish to'kilib yoyilib ketadi. Agar u yerda salbiy fikr, salbiy harakat, salbiy niyat, salbiy harakatlar bo'lsa, niyatlar, istaklar bo'lsa, u rivojlanmaydi. Manjaga mana shu mavzuda men bir gaplashganimda, shu missiya mavzusida, boshqada ba'zilarda savol bo'ladida. Mana biz tadbirkorlikni boshlashdan maqsadimiz avvalambor moliyaviy bir nimamizni yechish, masalamizni yechish, o'sha Maslow piramidasidan kelib chiqib so'rashadida mendan. Mana shu narsani boshlab olsak, moddiy, moliyaviy masalalarimizni yechishdan boshlab turib, keyin missiyamizni topsakchi, keyinchalik shu niyatni to'g'rilab olsakchi, haligi oliy maqsadga, jamiyatga xizmat qilishga, siz aytgan odamiylikka, ezgulikka hissamiz qo'shishga keyin qarab olsakchi, hozir biz haligi holatimiz bunaqa emas-ku, biznes boshlashimizdan maqsad shu-ku degan nimalar bor-da. Mana sizni o'zingizni tajribangizdan biznesni boshlaganingizda va keyin mana shu oliy maqsad, ya'ni missiyani takomillashib, evolyutsiyasi baribir bor-ku. Endi boshlanganda men tushunishim 90-yillar Sovet davlati quladi. Yangi bir mustaqil O'zbekiston hosil bo'ldi. Iqtisodiy bir o'zgarishlar, bozor iqtisodiga o'tishlar. O'sha paytdagi nima davrida endi tadbirkorlik yo'lini tanladingiz. O'sha payt bilan bugunga bo'lgan evolyutsiya va haligi savol mendan ko'p so'rashadi yoshlar. Men aytaman, boshidan qilsang yaxshiroq deyman, lekin menga amaliyotchi fikri qiziq, ya'ni sizni fikringiz qiziqmi bu masalada? 92-93-yillar boshqa qadriyat, boshqa hayotiy falsafa, insoniy munosabatlarni bu o'zgaligi, resurslarga bo'lgan munosabat, u boshqa dunyo edi. Mulk, egalik, bir narsani egalik qilish o'sha zamonda birlamchi edi. U zamonda juda kam miqdorda resursga egasiz, ya'ni pulga, moliyaga egasiz, siz kam miqdorda iste'molchisiz. Avtomobil sotib olish uchun albatta 10 yil, 15 yil sotib olish, magazinda sotib olish uchun 10-15 yil navbatda turasiz ishxonada va keyin haligi hukumatda yoki rayon rahbarining qarori bilan qaror chiqariladi o'shandagina. Yoki shina masalan olmoqchisiz. U shinani topib bo'lmasdi.
hozir odamlarga qiziq yoki biz oyoq kiyimi bir sifatligini olish u judayam mushkul narsa edi. Yo'q, bo'lmasdi ham. O'sha zamonda ya'ni nimaga bo'lish, puli ko'p bo'lish, boy bo'lish, ya'ni bir istakka xohishi birlamchi bo'lib boshlangan biz ham. Men ham shu boshlashimda o'sha falsafa, o'sha zamonning odamiman. Keyin yillar o'tib sekin asta u birlamchi emasligi tushunilib qoldi. Evolyutsiya bo'ldi, ya'ni Tushunib qolindi. Pulni miqdori insonga yetarli darajada. Uyi, joyi, kiyim-kechagi, o'sha insonni biologik ta'minlab beradigan darajadagi yetib olguncha u ahamiyatlik. Keyin bir nuqtaga yetganingizdan keyin u mukammal uchun ahamiyatli emas. Bu tadbirkor uchun, biznes yuritish uchun, ishlab chiqarish bilan, xizmat bilan bog'liq. Kommersant bo'lsa, uni ya'ni sal falsafasi boshqaroq bo'ladi. Falsafasi boshqa, pul, ko'p pul bo'lish kerak. Ko'p pul ishlab chiqarishdan emas. Bir narsani oldi-yu sotdi, yana bir narsani oldi-yu sotdi, ustma qo'yildi. U boshqa falsafa. U o'zi insonni haligi qadriyatiga kelib chiqadi. Xullas, bundaki endi hozir shu kunda ma'lum, men maslahat bergan bo'lardim, men aytgan bo'lardim, birlamchi biz biznesmenlarimiz albatta mashinasi bor. Uy-joyi bor. Juda katta muammo bo'lmay qoldimi, shukr. Hozirgi zamonda birlamchi o'sha missiyadan birlamchi boshlangan ma'qul. Insonlarga foydam tegsin, insonlarni, ya'ni bu xizmat qiladigan yoki buni mahsulotini oladigan insonni o'ylab, o'shanga foydasi tegsin degan falsafa mukammal bo'ladi. Chunki bu o'zini o'shani o'rnida ko'rsa, masalan, oziq-ovqat mahsuloti ishlab chiqaradi, oziq-ovqat mahsulotini o'g'li, qizi iste'mol qilsa-da, maza qilsa yoki bir ehtiyoji qondirilsa, u qanday yaxshi deyilsa, o'shani o'ylab qilgan ma'qul. Birlamchi qadriyat, birlamchi o'shanga yordamim tegsin, foydam tegsin. Ya'ni o'sha agar bu narsani his-tuyg'uni insoniylik yoki bir yaxshilik desamiz, birlamchi qadriyat, birlamchi o'sha istak niyat, keyin qolaversa u yog'i o'zi siz u ishni bajarsangiz, o'zi haligi iqtisodni yaxshi bo'lishi bo'lib kelaveradi. Ya'ni unda so'rasakda, mana o'zingiz aytdingiz, boshida zamon boshqa edi. 92-93larda u haqiqatdan endi o'sha paytda tirik qolish davri desak ham bo'ladi, qaysidir ma'noda. Chunki tez o'zgarib ketdi hamma yoq, ko'pchilik shok holatiga tushgan. Keyinchalik mana biznesni boshlab, o'sha mulkka egalik qilishni xohlab, ba'zi asosiy ehtiyojlar qondirilgandan keyin, qanchadir davrdan keyin shuni topdim dedingiz. Mana shu missiyani topdim, shu narsani ahamiyatligini tushunib, transformatsiya bo'ldi, evolyutsion holatda transformatsiya bo'ldi deb eshitdimda. O'sha paytgacha, o'sha topganingizgacha va topganingizdan keyingi holatda biznesingizdagi rivojlanishdagi templarga qanaqa ta'sir qildi shu narsa? Oldin qanaqa tempda o'syapti, keyin qanaqa tempda? Albatta. U ahamiyatlik bo'ldi. U ahamiyatli bo'ldi. Bizning harakatimiz, intilishimiz o'sha birlamchi iste'molchiga, birlamchi iste'molchidan tashqari bizning qo'limizda ishlovchilar, biz bilan hamkorlikda bizni ta'minlovchilar, ya'ni biznes jarayonidagi har atrofingizdagi hamma insonni ham o'ylab, ham fikrlab, o'sha men biznes qilyapman, menga yaxshi bo'lsin, unga ham yaxshi bo'lsin. Ko'pchilik yaxshi. Ko'pchilik yaxshi bo'lsin. Men foyda olaydi, meni qo'limda ishlayotgan, masalan, men bilan kelgan ishchi ham yuqori ish haqi olsin. Unib o'ssin. Uy qursin, u ham o'sha fikrlashlikni paydo bo'lishi albatta u gullab rivojlantiraveradi. Siz ruhiy holatingiz ham yaxshilanadi. Siz bilasizki, siz yaxshilikka, yaxshi hayot, yaxshi insonlarga xizmat qilishga, xullas kimgadir foyda beradigan bir qandaydir o'zingizda
missiyani o'zingizda bir his-tuyg'uni u sizga, siz kimdandir barakalla, mahsuloting yaxshi ekan, yaxshi xizmat degan gap puldan qimmat turadi. Ma'naviy boylik beradi. Ma'naviy boylik beradi. O'sha ma'naviy boylik shu jumladan atrofingizda kim bo'lishidan qat'iy nazar o'shalarga ham bo'lishi ahamiyatli. U ruhiy holatni yaxshilagandan keyin sizda ruhiy holat bosh miya faoliyatini ham yaxshilaydi. Ya'ni bosh miya faoliyatiga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bor ruhiy holatingizga ham, xotirjamligingizga ham. Endi men bosh miya faoliyatida bitta salbiy tarafi ham gapirib o'tmoqchiman. Bu shu kunda ahamiyatli, juda ham dolzarb. Bu bosh miya faoliyatini zarar qiluvchi, orqaga tortuvchi holat. Bu hozirgi telefon deymiz, internetdan foydalanish. Gadjetlarda endi demaksan. Internetda borligi uni ijobiy, salbiy taraflari to'g'risida gapirmoqchi edim. Bu juda ahamiyatli. Bu masalani hal qilganimizdan keyin rivojlanamiz. Agar bu masalani hal qila olmasa, davlat miqyosida bo'ladimi yoki har bitta shaxs misolida bo'ladimi? Shaxs qabul qilsa, yosh qabul qilsa, o'shandagina bo'ladi. Agar biz o'sha yerda xatolikka ketib qolsamiz, bu hech qanday rivojlanish to'g'risida men afsuski gapirib bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoq, internetdan bo'layotgan ma'lumotlar to'g'risida fikrlab olamiz-da, bosh miyaga ta'siri qanday. U yerda ketma-ket tinmasdan 15-20 sekundlik, 30 sekundlik ma'lumot birini ketidan ketma-ket kelaveradi. Bir-biriga aloqa bo'lmagan. Bir-biri bilan aloqa bo'lmagan. Uzluksiz bo'lmagan. Bir u tarafdan haligi lenta kelaveradi. Kaleidoskopga o'xshagan. Kaleidoskop kelaveradi, uni u qiziqqa o'xshab tuyuladi, qiziqqa o'xshab tuyuladi. Unga biz bog'liq bo'lib qolamiz. Nima uchun? Sababiki biz o'sha lentani o'qiganimizda, lentani bir to'g'risida bizga ma'lumot kelganda insonda yengillik hosil bo'ladi. Dopamin hosil beriladi. Ishlab chiqariladi. O'shaning uchun ham shartda telefon bekor bo'ldi deguncha telefonga yopishiladi, ovolanadi. U telefondagi ma'lumotdan tashqari bosh miyada yengillash hosil bo'ladi. Nisbatan baxtliroqlik hosil bo'ladi. Agar u yerda o'sha telefonni 2-3 marta aylantirish o'tirish kerak bo'ladigan bir hikoyami, bir narsa bo'ladigan bo'lsa, biz u hikoyani o'qimaymiz. Quntimiz yetmaydi. Uni tashlab yuboramiz-da, yana o'sha qisqa tinmasdan 8 soatlab, 10 soatlab. Ming afsus, ana o'sha yerda bosh miya faoliyatida neyronlarni ishlash harakati, neyronlar so'na boshlaydi. Ya'ni neyronlar murakkab vazifani bajarmagandan keyin, hali muskul ishlamagandan keyin rivojlanmagandek, tez vaqtli bo'lmagandek, bosh miya ham qisqalashaveradi. Murakkab vazifani, murakkab ishni, murakkab mutaxassislikni bajarish uchun chuqur kirish kerak. Marketologni egallash uchun avvalambor chuqur bilimga, chuqur deyiladi, ana o'sha uzoq bilimga, mukammal bilimga ega bo'lish kerak. U bosh miya yengil bir qisqa ma'lumotni qabul qiladi, xursand, dopamin kelib turibdi, nimangiz, holatingiz yaxshi, 5 soat o'tib ketadi, 8 soat o'tib ketadi. Ana u juda ham yomon vaziyat. Shunga jiddiy qarashimiz kerak endi o'zimizda ham, yaqinlarimizga. Avvalambor insonni o'zi. U yerda lekin juda zarur mahsulotlar ham, ma'lumotlar ham ko'p. O'sha zarur ma'lumot bo'ladigan joyini ochib qo'yish kerak-da. Unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti, haligi g'iybat bo'ladigan, anaqa bo'pti, bu mashina bunaqa ekan, mana buni puli ko'p ekan, kam ekan degan narsaga o'tilsa, u bosh miya ishlamay qo'yadi. Ya'ni aqlsizlanib boradi. Inson aqlsizlanib boraveradi. Qancha ko'p nimaga bog'liq bo'lsa, ya'ni yoshlarimizga muhim bir nima ketdi-da hozir bunday deydiganlik bir. Keyin ovqatlanish. Ovqatlanish ham bosh miyaga juda salbiy yoki ijobiy ta'sir qiladi. Tabiiy ovqat,
tabiatda o'zi yaratilgan ovqatlar, ular ijobiy ta'sir qiladi. Kam Sun'iy qattiq ovqatlar ishlangan. avvalambor shakar. Mutlaq bosh miya faoliyatini shakar kechqurun hamma narsani yig'ishtirib shakar yeyuvchi biznesmen ko'p narsaga Yaramaydi, ko'p narsani orzu qilmasa ham bo'ladi. Ana o'sha yerda haligi men aytdim-ku, qat'iyat kerak deb. Intizom Shakardan kerak. qaytib olish qiyin, sigaretdan yoki bir boshqa narsadan qaytish darajasida. Hamma ham Shu daraja yuravermaydi. bog'liq Shunaqa odamlar. qiyin bo'lib qoldi. Shakar o'zi oziq-ovqat emas. U shirin ichimliklar, gazli ichimliklar mutlaq. Endi shu men eshitganim mana bu Ikkinchi jahon urush davrlaridan keyin xalqni qanaqa to'ydirish kerak ixtiro qilingan narsa o'shanda. Tezroq haligi kaloriya berish uchun qilingan, lekin bu payt ziyoniga ko'z yumilgan, chunki xalqni boqish kerak edi. Shu bilan kirib ketib qolgan deb eshitganman. Endi ming afsuski pul topish, ko'p pulga ega bo'lish ishtiyoqi, niyati bu insonlarni, mamlakatlarni, kompaniyalarni ko'p yolg'on yashiqqa, noto'g'ri harakatga ham olib boraveradi. Ming afsus, mana men oziq-ovqat sanoatida ishlayman. Bu yerda ham juda haligi faqat istak, niyat pul topsam degan narsa. Bu odam sog'lig'iga qanday bo'ladi, nima bo'ladi degan fikrga O'ylanish ko'p ham borilmaydi. Uni insonni o'zi hal qilish kerak. Endi biz mana shu mavzudan missiya deganda oddiy qilib ajratamizda. Bir insonimizni, mijozimizni qalbidan qozonmoqchimizmi, cho'ntagidan pulni shilmoqchimizmi, masalanda. Cho'ntagidan pulni shilmoqchi bo'lsa, unda missiya yo'q. Shunday. Unda nima chora qilib bo'lsa ham ko'proq pul ishlash. Lekin qalbini qozonish bo'lsa, unda missiya bor, unga yaxshilik tilayapmiz, u sog'lom bo'lsin, biz iste'mol qilgan narsamizdan rozi bo'lsin bizdan. O'sha bilan uni sodiqligini, minnatdorchiligini qozonib, uzoq muddatda bu bilan birgalikda shu hamkorlik qilib, uzoq muddatda o'zimiz ham moliyaviy bir masalalarimizni yechib bo'ladi. Baribir, chunki rozi bo'lgandan keyin u mijoz pul to'laydi-da. Shunday. Insondagi his-tuyg'u uni ko'p haligi nafs deb ataladi, uni ko'p joylarga olib ketib qolish ehtimoli baland. Xuddi shunday haligi iste'mol qilgandagi bir xush holat nafsni olib ketaveradi-da. Keyin u masalan shakarga bo'lgan munosabat yoki shunga o'xshagan munosabatlar, ular keyin tana, organizm ham shunga ko'nikib qoladi-da, talab qilaveradi. 3 kun iste'mol qilsangiz 4-kuni albatta zarurat bo'lib qoladi. Ya'ni band bo'lib qoladi, giyohvand deganda shakar band bo'lib qoladi. Ko'p yillar avvalda tarixga ega, masalan, Coca-Cola ishlab chiqarishda buni hech kimda siri yo'q. U yerga ozgina narkotik solingan. Boshida narkotik solingan, maqsad o'rgatib olish. Qorbobo yoki haligi Yevropadagi qor insonni oti nima? Santa Clausmi? Santa Claus. Bular bu ham kompaniya o'ylab topgan obrazlar. O'zi yo'q narsa u. Uni o'sha kompaniya o'zini qizil rangida, oq rangida ishlab chiqargan. O'sha uni tortadi. U yerda birlamchi nima emas, insoniylik emas, u yerda haligi narkotik. Ya'ni shunaqa bo'lmanglar, shunaqa bo'lish hozir ham bunaqa narsa ko'p, uni insonni o'zi hal qilish kerak, juda ma'lumot ko'p. Men afsuski u reklamada ham ijobiy qilib sizni baxtli qiladi deyiladi, lekin uncha emas. Buning uchun insonni o'zi aqli, fikri, haligi aytayotgan idroki bilan o'sha qarorni o'zi qabul qilish kerak bo'ladi. O'sha eng mukammali o'sha. Men hozir shu suhbatimizni shu paytgacha bo'lgan bir nimani yana bir qisqacha bir yig'inda bir nimasini oladigan bo'lsam-da, tushungan narsa mana Valjon akamda muvaffaqiyat nimalari, retseptlari deylik, bir yondashuvlari, sirlari ham deylik, balki bugun yoshlarimizga ochilganda nima haqida gap ketyaptiki, avvalambor aqlli bo'linglar, aqlli ishlanglar, aqlga bog'liq bu narsa, idrok qilinglar, yaxshi niyat qilinglar, ezgu niyat qilinglar, tavakkalchi bo'linglar, qat'iy bo'linglar. Shu bilan birgalikda aql mashqi bilan davom etib shug'ullaninglar. Bu degani oziq-ovqatga yaxshi e'tibor qaratinglar, suv ichinglar. Keraksiz haligi miyani faoliyatini buzuvchi haligi faoliyatlar, ya'ni o'sha ekran bo'lsin, ta'sir qiluvchi narsalar, keyin to'g'ri oziqa va jismoniy mashqlarni ham aytib o'tildi. Misol shularni yig'ib, o'zagida misol odamiylik turgan bo'lsa,
shu narsani boshqalar ham qaytarsa, siz erishgan muvaffaqiyatga erishish Xuddi shunday deb o'ylayman. Mana biz yurgan yo'limiz o'zi biz yo'l yurdik. O'sha shu birinchi yo'l yurgan davrlarimizda bir nima bo'layapti-yu, nima bo'layapti deb ko'p ham nima farqlagan emasmiz. Biz o'sha jarayonda bo'lganmiz ichida. o'rganib Endi o'sha nima tabiat bergan, Alloh bergan bir ozmi ko'pmi idrok borligi bo'lsa kerak, shu qanday bir harakatlarni amalga oshirganmiz. Yillar o'tayapti, biz ham rivojlanyapmiz, ilmimiz, bilimimiz oshyapti. O'sha men hozir gapirib o'tgan narsalar bu hammasi boshdan o'tgan tajriba. Bu masalan yoshlarimiz biz davrimizda nima qilish kerakligini ko'p ham bilmasdik. Mana hozir ming shukrki ilm bilim darajasi yuqori bo'lib qoldi. Ko'pchilik masalan oldin 10 ta 100 ta bitirgan maktab bitirgan boladan 10 tasigina kira olardi. U ham bir qanday bir yo'l bilan kirardi. Hozir esa 40 taga salkam yaqinlashib qoldi. deyarli hamma o'qisa bo'ladi. Ha. Tevaga hamma o'qib olishi mumkin. Judayam o'qishga kiruvchi, u kiribdi, qaranglar eshitamiz, bu kiribdi, o'qishga kiribdi degan narsaga ko'p. Juda katta muvaffaqiyat bu. Ya'ni 10 ta boladan 4 tasi oliy o'quv yurtiga kirishi juda katta muvaffaqiyat. Shu narsa 10 tadan 95 ta bo'lish darajasiga ham harakat qilish kerak ekan. Xudo xolisa boramiz shunga. Shunga 10 ta boladan yoki 100 tadan 95 tasi oliy o'quv yurtiga kirdi desangiz ham, kirsa ham yaxshi bo'lar ekan. Hammasiga ish, hammasiga joy, hammasiga istiqbol, kelajak bor ekan. O'shaning uchun zamon, makon, hali aytganimdek ijobiy resurslar yetarlik. Bizda yana shu yaxshi bir to'g'risi gapiramiz. Bizda mas'uliyat degan his-tuyg'u yoshlarimizda, ayniqsa yigitlarimizda ham mas'uliyat. Mas'uliyat nimadan iborat? O'g'il bola bo'lsa, men katta bo'lganimdan keyin avvalambor otamni, onamniga qarashim, o'shalarni boqishim kerak. Keyin oilamni, farzandlarimni, ayolimni, rafiqamni boqishim kerak. Kerak bo'lsa opamga, singlimga yordam berishim kerak degan istak bilan yuramiz asosan. Faqat o'zim emasda. Ha, atrofim. biz ming shukrki shunday nimamiz bor, fazilatimiz bor. Buni fazilat deb hisoblash kerak. O'sha biz harakatni boshlaganimizda ko'pchilikka o'ylab harakat qilamiz. Bu juda mukammal yaxshi qadriyat. Ya'ni bitta oilada buvi, o'g'il qiz yoki kelin va 3 ta avlodni yashashi juda mukammal hayot. Ya'ni insonni shu nimada mas'uliyatli qilib tarbiyalashga. O'sha narsa mas'uliyat qiladi. Chunki men agar u mas'uliyati bo'lmasa, Alloh saqlasin, u yigit faqat o'zimni ta'minlayman, bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Uning uchun men ko'p ham ishlab maqaman degan fikrga borib qoldim. Boshim og'ritib, tanamni qiynab. Alloh bo'ldi, o'zimga yetadigan bo'lsa bo'ldi. Xotinim o'zini ta'minlab oladi. Bolalarim 18 yoshga kirgandan keyin o'zi bilan o'zi bo'lib ketadi deydigan fikrga zinhor bormasligimiz kerak. O'sha narsani, o'sha qadriyatlarimizni saqlashimiz ahamiyatimiz. U narsa hozir ham bizni qimillatyapti. Umuman xalqimizni mehnatkash, ko'ngilchan, dilkashligi bizni haligi istiqbollarimizdan bittasi, bir bizim haligi asoslarimizdan bittasi. Ya'ni katta bir rivojlanishimizni olib borishda ta'minlovchi omillardan biridir endi bu. Shunday. Shunga asoslansak bo'ladi. Shunday. Ajoyib, mana bu nimada jarayonda qaysidir baribir biznesga kirishda men tadbirkorlar, jamoalar bilan ishlaganimda ba'zan qiyinchilikka, o'sha aytdingiz, qat'iyat bo'lmasa qiyinchiliklar oshib o'tisha olmaydi, qiyin bo'ladi-ku endi. Sinovli olam bu yerda ko'p muammo yechish kerak, ko'p jumboq yechish kerak, ko'p munosabatlar qurish kerak. Har doim o'ylaganimizdek bo'lmaydi. Ko'p holatda o'ylamagan narsalar kelib chiqadi. Endi o'shanda qiyin deyishganda men ko'p aytaman, oson bo'lsa nima qizig'i bor? Bu baribir qiyinchilik yechish bilan, muammo yechish bilan-ku. Shu ishlash bilan, mehnat bilan. Sizni mana shu tajribangizda shunaqa qiyinchiliklar bo'lganmiki, siz tadbirkorlikdan zerikdim, shu tashlashammikan degan fikrgacha borganmisiz va borgan bo'lsangiz qanday qilib to'xtatgansiz o'zingizni? Nima ushlab qolgansiz o'sha holatda? Ming shukrki menda juda qat'iy
to'xtab qolish darajasida bo'lmadi. Ha. Endi mani holimdadir, balki shunaqadir bo'lsa kerak. Endi bo'ldi, biz qandaydir bir rivojimizni avvalambor 1-2 yilida nima qilishni bilolmay yurgan vaqtlarimiz bo'lgan. Biz oldin ishlab chiqarishni, hozirgi ishlab chiqarishimizni boshlagandan oldin u bilan shug'ullanib ko'rganmiz, bu bilan shug'ullanib ko'rganmiz, savdo qilganmiz, chet eldan mahsulot olib kirganmiz, quritganmiz. Xullas, hamma narsani keyin bir yo'lni ushlab oldik, tanlab oldik. Shu yo'lda haligi bir juda keskin to'xtalish bo'ldi deya olmayman. Bo'ldi bir davr bizda sifat masalasi e'tiborsizligi evaziga mahsulotimiz sifati yomonlashib ketdi. Keyin bizni keskin nimamiz, savdoyimiz talab tushib ketdi. Lekin o'sha vaqtida evlab oldik. O'shaning uchun men shunaqa deya olmayman. Endi hali aytganimdek, har doim kreativ fikr, ya'ni kamdik biz maxsuslashganmiz. Maxsusligimiz shundan iboratki, avvalambor tabiiy mahsulot ishlab chiqaramiz. Mutlaq tabiiy. Biz bu qadriyatlarimizdan bittasi. Buni aholi, insonlar biladi. Ikkinchisi, biz haligi xaridorlarimiz. Ikkinchisi, biz O'zbekiston sharoitida yoki Markaziy Osiyo sharoitida ma'lum mashhur bo'lgan, lekin mukammal ishlab chiqarish sharoitiga, mukammal qadoqqa, mukammal ko'rinishga ega bo'lmagan mahsulotlarni ishlab chiqarishga nima qilganmiz? Maxsuslashtirganmiz. Biz kungaboqar pistasini birinchi bo'lib ishlab chiqardik. Katta miqdorda. Fabrika sharoitida. Oldin ham bo'lardi. Biz qurt mahsulotini birinchi bo'lib ishlab chiqardik. Biz qurtavani birinchi bo'lib ishlab chiqardik. Biz hozir yangi mahsulot bor, mana shu atrofida qoqi. Qoqlar. Oddiy qoqi. Ko'p emas, kam emas. Eskidan esimizdan chiqib ketgan nom, esimizdan chiqib ketgan mahsulot o'zi aslida tabiiy juda mukammal narsa. Yoki qolaversa chalpak. Mana masalan biz hozir chalpak nimaligini ko'plar bilmaydi. Mana biz o'sha narsani qilyapmiz. U ham o'sha eskidan ma'lum bo'lgan, lekin hech kim qilmaydi. Shinnini sal ko'rinish boshqa qildik. Mana shu qadriyatlar, ya'ni o'sha kreativlik, izlanishlik, kreativlik bor. O'sha narsani biz hamma qilgan ishni qilish to'g'ri deb hisoblamaymiz. Yangi yo'lni topish kerak, yangi harakatni qilish kerak degan. Men o'shaning uchun ham tavsiya qilgan bo'lardim-ki, o'sha hech kim qilmagan, hech kim bajarmagan ishni yoki xizmatni yoki mahsulotni ishlab chiqarish yoki masalan agar siz mutaxassis bo'lsangiz, hamma bilolmagan, hamma ham qilavermaydigan ishni qilganingiz ma'qul. Boshqacha yondashuv bilan. Boshqacha yondashuv bilan, yangi yondashuv, istiqbolli yondashuv bilan. Uning uchun insonda ilm, bilim darajasi, uning uchun fikrlash darajasi, uning uchun idrok darajasi, ana uni masalan aylanib chiqdik nimadan? Sabab bo'lishini. Bosh miya faoliyati, aqllilik darajasi insonni ko'klarga ko'taradi. Hech buni ikkilanadigan joyimiz yo'q. Ajoga shuncha mana suhbat, mana nimadan haqiqiy mana amaliyotchi, nimadan evolyutsiya o'tib kelib, mana shu kreativ yondashuv, miya holati, missiya bilan, mustahkam niyat bilan bir formulani biza sekin yoyib berdingiz. Endi misol umid qilaman, ishonaman, hozir mana bizni kuzatayotgan, shu nimani eshitayotgan, suhbatda eshitayotgan tadbirkorlar yosh bo'lsin, yo qaysidir yoshga kelib ham misol yangicha yondashuvda izlanayotgan, o'ziga bir keyingi bosqichga olib chiqadigan bir formula izlayotganlarga manfaatli bo'lishidan men umid qilaman. Bu haqiqatda juda ajoyib bir suhbat bo'ldi. Sizlar bilan birinchi tanishganimizdayoq haligi men tanishishga harakat qilaman. O'shanda masalan qurutni nimasini ishlab chiqarish texnologiyasini o'zimiz o'ylab topdik dedingiz. Va biz buni patentladik. Va pромышленный образец sifatidagi o'shanda men dedim, ha bular demak shunchaki tadbirkor emas, bular ilmda, o'sha ijodiy yondashuvda, injenerlik yondashuvda endi bu. Hali hech kim qilmagan usulda bu qurutni ishlab chiqarishlik. Deganingizda men dedim, ha bu biznesni nimasida demak shu asoslaridan biri ekan. Mana shu kreativlik deyapsiz-ku hozir, bu yangicha yondashuv, yangilikni ixtiro qilishlik, aqlli yondashuv degan nima bo'lgan. O'shanda bir ichimda bir
iliqlik haligi bir nima bo'lgan. Undan keyin aynan qurut mahsulotga tegishli bo'lganda, ya'ni biz buni sof holatda, ya'ni hech narsa aralashmagan holatda qilamiz deganingizdan keyin shu birinchi hali ishni ham boshlaganimiz yo'q edi. Tanishganimizdan keyin men o'sha kundan buyog'iga boshqa qurutga uyga nima qo'yganman-da. Biz endi vodiylikmiz, vodiydan qatnaymiz, yo'lda ko'p soatlarni oldin olib turardik ham. O'shandan keyin mutlaq to'xtatganman. Biz mas'ulmiz yeyotgan narsalarimizga, bolalarimizga berayotgan narsalarimizga. O'shanga iltimos qilib, shu bilan endi bizda demak shu yondashuv bilan bo'lsa, shunaqa munosabat bo'lsa, ijodiy yondashuv, kerak bo'lsa, mas'uliyatli yondashuv, ziyon berib qo'ymaylik birovga. O'zimizni bolalarimizga bermagan narsani birovga bermaylik, pul topamiz deb. degan yondashuvda men shaxsan ilhom olganman, bir haligi bir qaysidir ma'noda bir quvvat olganman deylik. Mana bugungi suhbat ham yana menga bir yangitdan obdon, chuqur bir qarashga imkoniyat berdi. Sizni nimangiz, dunyoqarashingiz, sizni retseptingiz deylik, sizni texnologiyangiz, shularni ayamasdan boricha nima qilib sarflab, vaqtingizni sarflab, shu bilan bo'lishganligi uchun avvalambor minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Marjonga katta rahmat. Ishonaman qadrli bu narsa va bu tarixda ham qoladigan bir sizni nimangizda o'zbek tadbirkorligida, mana O'zbekiston tadbirkorligida shuncha yil davomida shu holatga olib chiqib va buni o'rnak sifatida endi bu nafaqat xalqimiz hozir kerak bo'lsa mana davlat rahbarlarigacha hammalari buni sizni qabul qilishdi-ku, mana qaranglar tadbirkorlik bunaqa bo'ladi degan ma'noda u tomondan ham bu tomondan ham nima qilishlik menimcha sizga ham hayotingizda shu paytgacha o'tgan nimasini ham behuda o'tmadi, mazmunli o'tdi degan bir hissiyot beradimi degan man borda. Baxt beradimi? Baxtli insonmisiz? Shunga tushuna olaylik. Ha, albatta. Baxtli insonsiz. Ha, albatta. Ruschada состоявшийся degan bir ibora bor. Bu degani, ya'ni bu amalga oshgan inson sifatida. Ya'ni o'ziga, atrofdagilariga, jamiyatga iloji bo'lsa qay darajada ko'p bo'lsa shuncha yaxshi ijobiy foydasi tegan, ijobiy bir o'zini gapi, so'zi, amali bilan kimgadir baxtliroq qiladigan, kimga muvaffaqiyatliroq qilib berish o'zi insonni yoshligidan ham bor. Katta bo'lgan sari haligi jamiyatga bo'lgan foydasi va undan olayotgan aks-sado u birlamchi bo'lib qolar ekan. Ya'ni menga mahsulotni ko'p sotilishi, kam sotilishi bir kichik bir ahamiyatga ega bo'lsa, birlamchi mahsulotingiz, bu mana mahsulot juda yaxshi, men bu mahsulotni yaxshi ko'raman, iste'mol qilaman, bolalarimga beraman degan iborani eshitish yoki bir 5 kishiga, 10 kishiga, bo'lsa 50 kishiga bir foydam tega olsa-da, uni men seza olsam, albatta u baxtlilik. Albatta baxt beradi. Bu hali aytganimizdek, shukr qilish, albatta u baxtlilik, kundalik amaliy kompaniyani ishini davom ettirishda juda murakkab, mukammal vaziyatlar bor. U bizni tashqi ko'rinishimiz ko'rinadi, ichimiz ko'rinmaydi. U yerda masalan meni o'zimni, kollektivni, atrofdagilarimni juda katta nimasi ziddiyatlari bor. Lekin u pirovardida ijobiy bo'lib, pirovardida yaxshilikka, yaxshi amalga, yaxshi istiqbolga qolaversa, kimnidir ozmi ko'pmi xursand qila olsangiz, baxtli qila olsangiz, hali katta gap u, lekin uni o'zi albatta baxtlilik. Yana bitta savol bo'lsam, aka, bu yog'iga qanaqa qarashlaring? Mana Ermak korxonasini bir kelajakka, istiqbolda bir 50 yilda o'zini qayerda ko'ryapti, 20 yilda qanaqasizlar? Bunaqa narsa jamoa bilan gaplashiladimi? Bu mavzu bilan bo'lishish imkoniyatimiz bormi? Qay darajada endi bu? Albatta. Birinchi 10 yillikda yoki birinchi 15 yillikda biz rivojlanib ketar ekanmiz. Respublikada bir ozmi ko'pmi taniqli bir kompaniya bo'lar ekanmizmi degan bir fikr ko'chamizni hayolimizga kelgan emas. Faqat ishni bilganmiz.
vazifani bilganmiz, shuni qilishimiz kerakligini bilganmiz, boshqa narsaga ketganmiz. Shu kunga, shu zamonga umuman mamlakatimizni istiqboli shunaqa bo'ladi-yu, mana shunaqa rivojga bo'lib ketamiz. Avvalambor uniyam ko'rgan emasmiz, o'zimizni ham ko'rganamiz. Mana fikr nimani mehnatda orqasidan, harakatda intilish orasidan shu narsaga erishish iloji bo'ldi. U yog'ida biz bilmagan bo'lsamiz, bu yog'ida ishonishimiz hosil bo'lib qoldi. Ishonchli bo'lib qoldik. Ya'ni boshida aytdingiz, O'zbekistonda 10 yilda juda katta kelajaklarda biz taxmin qilyapmiz, prognoz qilyapmiz. Shunday. Bu O'zbekistonni rivoji, Markaziy Osiyoni rivoji mukammal bo'layotgani, keyin bundan keyin 5 yil, 10 yil ham juda ham mukammal bo'lishini sezib turibmiz. Umumiy oqim, umumiy xalq harakati bitta yo'lga tushib ketdi. Halbuki mayda-chuyda nimalar bor, haligi chapga o'ng bilan bo'luvchi yoki harakat qiluvchilar bor, lekin umuman bosh oqim, bosh massa bir yo'lga tushib oldi desam bo'ladi. Shu oqimni oldida, shu oqimda ketyapmiz. Demak, kompaniyani ham rivoji bo'ladi. Ha, albatta, tinmasdan mehnat, tinmasdan harakat, tinmasdan intilish, tinmasdan rivoj bo'lgandagina bo'ladi. To'xtab qoldimi? Yo'q, agar biz to'xtab qoldik degan so'z, bir narsaga e'tiborsizlik qilganmiz, bu to'xtadi degan so'z. U albatta u birlamchi. U hol ham u kundalik hayot tarziga aylanib ketadi. O'shaning uchun men yana qayta gapiraman, yoshlarimizga bir ishni boshlamoqchi, bir ishni boshini ushlamoqchi, bir harakat qilmoqchi, rivojlanmoqchi bo'lganda, haligi aytganimizdek, istak bilan, xohish bilan, e'tiqod bilan, bismillah deb ishonib, tavakkal bilan albatta ish boshlash istiqbolli, kelajakli bo'ladi. Kundan kunga rivojimiz yildan yilga oshaveradi, yana ham rivojli bo'lamiz degan mutlaq haligi ishonchim bor. Bundan keyin ham xuddi shunday bo'ladi. Rahmat, Ma'ruf aka. Yana bir bor men juda chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ishonamanki, umid qilamanki, bu haqiqatdan mana tinglovchilarimizga manfaatli bir g'oyalaringizni oldik, retseptingizni oldik. Bulardan endi ular sintez qilib, aql, informatsiya olib, idrok qilib, uni amalga oshirishsa hayotlarida o'zgarish bo'lsa, demak, aytilgandek bugungi suhbatimiz kammi ko'pmi hissamiz qo'shgan bo'lamiz degan umidda qilaman. Ulug'bek, bizni taklif qilganingiz uchun rahmat. Qolaversa, bizni ozmi ko'pmi bir o'gitlarimiz, bir maslahatlarimiz, bir yo'llarimiz bir kimgadir foydasi tegsa, kimnidir bir rivojlanishiga ahamiyat bo'lsa, albatta biz o'shandan baxtlimiz. Sizga ham katta rahmat. Faoliyatingizda rivoj, juda ham mukammal, zarur bo'lgan, jamiyatimiz uchun, biznesimiz rivojlanishi uchun, umuman rivoj uchun istiqbolli, kelajakli fikrlar, g'oyalar, ilg'or g'oyalar, o'sha biz biladigan, eshitadigan g'oyalarni mukammali ko'p hollarda siz tarafingizdan eshitamiz. Biz bundan keyin ham shu g'oyalarni, yana ham fikrlarni eshitishga mushtoqmiz. Bizni o'zaro hamkorligimiz, do'stligimiz yana ham rivojlanadi degan umidimiz bor. Katta rahmat, minnatdorman. Rahmat, sog' bo'ling.